Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hamma qiziqib so'raydi, qanaqa pasta ishlatasiz deb. Mana H9 bilan F6 polirovka qilmoqchi bo'lsa agar shu ikkita pasta bilan olamiz. Keyin mana keramika politop. Mana qimmati eng yaxshisi. Mana sila ham bor, mana unaqa ham bor. Bu bizga yoqmadi. Bu ham $90 emas, arzon emas. Bu bizga uncha yoqmadi. Effekti zo'r emas. Mana bolalar o'zi ishlatyapti. Peshonta sardi. Politop firmasiniki. Bu ikkinchi sloy, mana bu birinchi sloy. Mana birinchi sloy, bu ikkinchi sloy. Hamma buni обезжиритель deb o'ylaydi. Bu обезжиритель emas ekan. Bu mana bu gidrofobni ushlaydigan, keramikani ikkinchi sloyni ushlaydigan sredstvo ekan. Bu ham xuddi keramический narsa bu ham. Bu hamma обезжиритель deb o'ylaydi, обезжиритель emas. Обезжиритель mana bu bilan обезжирить qilib chiqib, keyin mana uni ishlatib, keyin kichkinasini ishlatish kerak. Mana bu 3-chi sloy. Mana 3-chi sloy. Bu qilib bo'lgandan keyin, hamma narsa bo'lgandan keyin bu bilan faqat moykadan keyin ishlov beradigan narsasi bu. Bu отдельно turadi, bu отдельно $15 turadi. Har moykadan keyin bitta sepib ishlov bersa agar, производитель shunga 1,5 yil garantiya beradi.